Biz sizga top 10 ta eng sara filmlarni taqdim etamiz. Obuna bo'ling, bo'lmasa otman. Qadrli kino ixlosmandlari, bugun siz bilan 2026-yilda ko'rish uchun tavsiya qilinadigan top 10 detektiv filmlar haqida gaplashamiz. Birinchi film O'likni uyg'ot. Pichoqlar ortidagi sir. Xo'sh, mamlakat AQSh, kinostudiya Netflix, bosh qahramon Blank, ya'ni bu detektiv rolda o'ynagan. Xo'sh, boy va nufuzli insonlar yig'ilgan yopiq muhitda sodir bo'lgan sirli o'lim haqida. Klassik mantiqiy detektiv film. Xo'sh, ikkinchisi elchixonadagi qotillik. Secure this area. AQSh hamda Buyuk Britaniya hamkorligida ishlangan, demak BBC hamda Fox kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan, diplomatik hududda sodir bo'lgan jinoiy hamda siyosiy mojaroga bag'ishlangan detektiv film hisoblanadi. Juda qiziqarli. Keyingi 3-filmimiz payshanba kungi qotillik klubi ekan. Bu Buyuk Britaniya filmi. Keksa detektivlar sokin shaharchadagi qotillik haqida hikoya qiladi va juda ham aqlli va mantiqiy detektiv drama hisoblanadi. Keyingi filmimiz ikkiyuzlamachilik. Bu ham AQSh filmi. Gollivud yulduzlari ishtirok etgan, sud jarayonida taqdim etilgan dalillarni bir-biriga zidligi hamda advokat hamda yashirin tergov guvohlarni yolg'onlarni fosh qilishga bag'ishlangan psixologik, huquqiy detektiv film. Juda zo'r. Keyingisi bayon, ya'ni ko'rsatma filmi. Bu Hindistonniki. Hindiston mashhur aktyorlari qatnashgan. O'sha kuchli mansabdor shaxslarga keyin o'sha bosim hamda yo'qolgan dalillarni topish, ayol tergovchiga qarshi qilingan tazyiqlar. Bu film realistik va ijtimoiy detektiv drama hisoblanadi. Albatta ko'rishni tavsiya qilamiz. Keyingi filmimiz detektiv Sherdil. Bu ham Hindiston filmi. Bu film komedik sahnalarga boy, lekin mantiqiy detektiv usulda ishlangan juda qiziqarli film. Keyingi filmimiz esa Kuzatuvchi. AQSh filmi. Keyingi filmimiz Kuzatuvchi. Bu AQSh filmi. Bunda jinoyat olami, ong osti hamda yolg'onlar juda keng yoritib berilgan. Bu psixologik hamda detektiv triller hisoblanadi. Keyingi filmimiz Jinoyat 101. Bu AQSh filmi. Bunda mukammal rejalashtirilgan ketma-ket jinoyatlar, shularga fosh qilish usullari bilan professional detektivlar shug'ullanishi va jinoyatni fosh qilish usullari yoritib berilgan. Keyingi filmimiz esa Yalang'och qurol. Bu AQSh filmi. Bunda sodir etilgan jiddiy jinoyat hamda uni olib borayotgan jiddiy bo'lmagan detektiv, parodiya hamda shunga o'xshagan qiziqarli sahnalarga boy film hisoblanadi. Va tavsiya qiladigan oxirgi, ya'ni 10-filmimiz Yashirin kuzatuvchi. Bu
aqsh filmi hisoblanadi. Oddiy odam jinoyatchilar ichiga kiritiladi hamda u agent sifatida harakatlanadi va jinoyatni fosh qilishda jonbozlik ko'rsatadi. Ko'rishga tavsiya qilinadigan juda ajoyib film. Obuna bo'ling, bo'lmasa otman.